Xo'sh, jigit tayyormisiz? PlayStation o'ynayapsizmi? Xudo xolasa mana bularni VIP xatna qilib qo'yamiz. 5 yoshdagilar yaxshi o'tadi odatda. Gapga ko'nadi. Ularga yaxshi anesteziya qilib o'tkazsa bo'ladi. Xatnani odatda biz qonsiz, choqsiz, bog'lovsiz o'tkazamiz. PlayStationdan o'ynatib, shunga VIP xatna deyiladi, chunki inyeksiya qilinadi, og'riqsiz o'tkaziladi. Bu uchun bola spokойный bo'lishi kerak, ruhiy tayyor bo'lib turishi kerak. Mana hozir 5 yoshli bolani VIP xatna qildik. Bola qo'rquvi ozgina bor, lekin ruhiy tayyor. Shuning uchun yig'lab bergani yo'q. Og'riqsiz o'tkaz oldik. Inyeksiya qilayotganda ba'zilar injiqlanishi mumkin. Stomatologiyada inyeksiya qilayotganda bezovta bo'lganda, shunda ham kichkina insulin shpritsda biz lidokayni yuboramiz, bola hech narsani sezmasligi uchun. Sekin ishlaymiz, u yog'ini keyin bilmay qoladi. Shunday gaplar. VIP xatni o'tdilar, Saidali o'yinchoqni tanlaysizmi? Ko'pchilik shu avtomatga qiziqadi, ha? Молодец. Qani, ish tashlaychi. Barakallah, yaxshi.